Salom hammaga. Kirib kelayotgan yangi yil hammaga muborak bo'lsin. Bu yil hisobini qilayotganman. Eng katta yutug'im 7 yil deganda ota-onamni Amerikaga olib keldim. Bu men uchun Amerikada o'tkazgan yillarim ichida eng quvonchlisi va barakalisi bo'ldi. Ota-onam kelgandan keyin birinchi borishni xohlagan joylar Ozodlik haykali bo'ldi. Ozodlik haykalidan so'ng Empire binosida 100-qavatda Nyu-Yorkni tomosha qilishdi va barchaga salom yo'llashdi. To'g'risini aytsam, ulardan ko'ra ko'proq bu paytda men xursand edim. Amerikaga kelganimdan buyon eng katta orzuyim men mana shu yerda ko'rgan go'zalliklarni barchasini ota-onamga ko'rsatish edi. Ular bilan aylanarkanman, o'zimda mamnunlik hissini sezdim. Bundan tashqari, Nyu-Yorkdagi mashhur Times Square ko'chasini aylandik. Ota-onam shu yerdaligidan foydalanib, o'zimni tug'ilgan kunimni katta qilib ular bilan birga nishonlashga qaror qildim. Tug'ilgan kunimdan kichik lavhalarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. O'ylaymanki, sizlar uchun ham bu qiziqarli. Chunki onamga bermoqchiman, kelganlarga olaman mehmonlar. Salomat bo'ling, marhamat, onajoningiz uchun. Albatta, ota-onani qancha hurmat qilishni Tug'ilgan kunlarni nishonlab, Manhattandagi o'sha mashhur Rockefeller archasiga olib bordim. O'ylaymanki, ularning Amerikaga bo'lgan bir oylik sayohatlari maroqli va mazmunli bo'ldi. Meni tinglagan va xursandchiligimga sherik bo'lgan barchaga rahmat.